sekin ko'tariladi-da. Bu hani progressiv visovga o'xshaydi. Hozirgi kunda misol uchun oilalar nima buzilib ketyapti? Ayollar kutuvlari qiladi-da. Eridan gelik so'raydi. Men jinni masalan, sen 300 ming dollar kim mashina olib berasan? Tomin joyidami? Nimaga asoslanib bu orzularda? Qanaqa bu haliga g'alati, слишком kutuv tepaga oshib ketganda. Yosh bolalar bilan gaplashasiz, 20 yoshli bolalar bilan, men milliarder bo'lmoqchiman. Nima qilasan 1 milliard dollar birinchidan, ikkinchidan kim senga yetdi 1 milliard dollar ishlab topa olasan? Qatdan bunaqa fikr keladi. Hammasi shu. Men universitetga borsam, leksiyaga kim milliarder bo'lmoqchi? Qo'l ko'tariladi. Hayron qoladi. Shuncha milliarderlar o'tiribdi bitta joyda. Buncha milliarder O'zbekistonda yo'q. Chiqsa bir 3-4 ta chiqadi-da. Konkretno milliard dollarni anaqasi o'tgan. U 500 ta odam milliarder o'tiribdi mashina. Tushunmayman, to'g'risi. Kutuv to'g'rilashga, reallikka to'g'rilik. 1 milliard dollar pul ishlab topsa bo'ladimi? Menimcha yo'q. Ochiq oyna aytaman. 1 million dollar ishlab topsa bo'ladimi-da? Ishlab topsa bo'ladi. Kimdir aytishi mumkin, hozir nimaga 1 milliard dollar ishlab topib bo'lmasa, men bilan ishlagan. U boshqa masala. Bunga chuqurlash kerak. Lekin 1 million dollar, 10 million dollar va hokazo вполне реально O'zbekistonda ishlab topish. Minglab odam taniyman. O'zim shaxsiy tanishlarim ichida ham bunaqa insonlar ko'p. Buning uchun sen 500 dollarda turgan inson 1000 ga o'yla, keyin 2000 ga o'yla, sekin ko'tariladi-da. Bu hani progressiv visovga o'xshaydi. Men zalga kirib olib 300 kg shtangan ko'tarmayman-ku. Mol emasman, belim sinib ketadi. Men 100 ni ko'taraman, keyin 120 qilaman, keyin 150 qilaman, kun kelib 300 ni ham ko'taraman.